Hamma salom narsalar. Bugungi videoda men sizlar bilan Asiko obunachilar. Bugungi videomizda sizlar bilan qushga o'xshab qushda uchib mana bu joydan brendlarni o'g'irlab bazamizga yetib qo'yishimiz kerak. Bizning missiyamiz shu. Obunachilar, videoni boshidan aytib o'taman, kanalga like, obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Xo'sh, biz boshladik, ketdik. Xo'sh, obunachilar, bu o'yinni men yaratmaganman, lekin mana bu yerda meni skinim turibdi. Nimagaligiga hayronman obunachilar. Mana bu 106ligini olaylik. 102ligini olsak, bu bizga sekundiga 10 sekundda deyarli $1020 beradi. To'g'rimi? Da, to'g'ri. $1020 beradi. Predmetimizni qo'yib mana dollar qo'ydik. Ana obunachilar, bizda o'sha $942 bor. Ana endi biz tezligimizni oshiramiz. O'zi bitta kuchaytirsak bo'ldi. Xo'sh, qani mana bu yerda qancha pul bor? Oy, 1,5 ming. Deyarli 2000 pul bor bizda. Qanot kerakmas. Qanot. Yo'q, kerakmas. Tak. Bo'ldi. Ana endi biz qanot chiqarib o'chamiz. Xo'sh. Yana. Bo'ldi obunachilar. 1400, 2600. 2600 ligini olamiz da, ana endi o'yinimizga qaytamiz obunachilar. 2600 ligi 5 sekundda $1000 beradi, 10 sekundda 20600 beradi. Xo'sh. Qo'yamiz. Bo'ldi obunachilar, bizda 14,5 ming, 15,5 ming bor. Mana endi tezligimizni oshiramiz. Yupi! Yo, obunachilar, to'xtanglar, mana bu yerda bizga nima qilsak bo'ladi? Qanotimizni qanaqa qilib yangilasak bo'ladi? Bu yerda faqat tezlikka ekan obunachilar. Tezligimizni oshirsak bo'lar ekan. Boshqa hech narsani oshirib bo'lmas ekan. Bo'ldi, 40 bo'ldi. Xo'sh, ana endi перерождение qilamiz. Keyin esa agar biz 2,5x qilsak, mana bularni olsak bo'ladi. Bo'lmasa olib bo'lmaydi obunachilar. Unutmanglar. Nima? 3,5 ming? 100 ming. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Ana endi yana tezligimizni oshiramiz. Bo'ldi, 50 qildik. Ya bizga 60 kerak ekan, 60 tezlik. Tak, 65 ga bo'ldi. 53 bo'ldimi? Xo'p, bu narsalar mayli. Hech chiqisi yo'q. Biz uchib ketaveramiz. Qani ketdik. Nimaga uchmayapti bu narsalar? Yo'q, yaxshi uchmayapti-da bu narsalar. Qaranglar-da. Nimaga uchmayapti? Hayronman. 57,5 ming kerak. Tak. Olaylik obunachilar. Olamizda yana nima buyoqqa tiqamiz. Menga olmish kerak, ey. Tak. 42 ming, 111 ming pul bor. Ana endi olmuş bo'ldi obunachilar. Ana endi reverse qilamiz. Rahmat obunachilar. Obunachilar qaranglar, bizga bitta obunachimiz 28,5 millionlik brend berib ketdi.
Ana endi biza bu bilan juda ham kuchayib ketamiz. Ketdik obunachilar, biza reverse qilishga ketdik. Ana endi bizada ko'p pul bor. Demak biza reverse qilaveramiz. Yaxshi. Mana bu yerga kelamiz. Pul olamiz. Bu 2B yaxshi. Mana bo'ldi obunachilar. Ana endi biz mana bu yerdan qanot olsak ham bo'ladimi? Nimaga olib bo'lmaydi obunachilar? Nimaga olib bo'lmaydi? Xo'p, mayli. Xo'p, mayli obunachilar, biza birinchi rotimiz ham bizdan. Birinchi rotlarimizni puldan olaylik. Nimadir qotib qoldi obunachilar, respawn qilaveramiz. Tak. Böyle tak. Cimite. Tak obunachilar. Hop 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 hop. 4,5 B obunachilar, 4,5 B. Judayam ko'p pul bu. Mana ekan. Mana kuchaytirish va obunachilar. Ana endi tezligimizni kuchaytiramiz. Reverse qilaveraylik. Ana endi pulimiz ko'p keladi. Birinchi rotlar mana bu yerdagi birinchi rotlar ko'p bo'ladi. Hoppa bo'ldi. Bo'ldi obunachilar, ketdik. Voy. Tez bo'lsam yomon ekanda obunachilar, yomon qaranglar. Mana bu yoqqa to'xta. Ketdik obunachilar. Tak, bular holi bo'lmaydi. Yo'q. O't. Yaxshi. Obunachilar, biz mana buni kuchaytirmabmiz-ku. Nimaga yana bu 10 bo'lib qoldi desam. Mana bu narsani kuchaytirmabmiz. Hozir mana buni o'chirib qo'yaylik-da, asta yuraylik. 5,5 B'ga biz skorsimiz. Mayli, skorsimizni ham bitta kuchaytiraylik. Nima oldi hozir? Короче, obunachilar. Kuchaytiramiz. Tak, ana endi bizga yana pul kerak. Pulni olamiz. Bo'ldi, oldik obunachilar. 208 B pul bor bizada. Ana endi bunga biz mana buni kuchaytirib tashlaymiz. Yaxshi obunachilar. Tezligimiz 0 mi? To'xtaylik obunachilar. Bo'ldi, mana buni yoqmabmiz. Tak. Xo'sh obunachilar, hop. Mana shu yerdan o'tib ketsak, marra bizaniki. Xo'sh, bu yerda 15 kaliklar bo'lmaydi. Bizga kamida bir 50-60 millionliklar kerak. Ketdik obunachilar. Hop. Bitta obunachimiz bizga birinchi rot bergani juda ham yaxshi ish bo'ldi. Chunki biz bo'lmasa kuchaya olmasdik. To'g'risini aytaman. Bo'lmasa biz kuchaya olmas edik. Ketdik obunachilar. Hoppa. Bo'ldi, endi bunisidan o'tib ketsak, u yoqqa bemalol o'ta olamiz. Hop. Bo'ldi obunachilar. Ana endi bunisidan o'tamiz. Yaxshi. Hop. Va obunachilar, bizga uch mana bu Venusly was Krill Life kerak ekan. Bizga juda ham ko'p kerak ekan undan. 11,5 B. Xo'sh, obunachilar, bizda juda ham ko'p pul bor. 12,5 B pul bor.
Endi bunga biz mana buni kuchaytirib tashlaymiz. Bo'ldi, tugadi. 15 qildik. Ana endi biz bu bilan uchib ketamiz. Yo baby, yo baby. Stop. Ketdik ana endi. Ketdik. Hop. Bo'ldi obunachilar. Yaxshi. 1,5 million. O, zo'r. Obunachilar. Ketdik obunachilar. Yo, obunachilar, uni qaranglar, biz 240 millionlik brend olib keldik. Ana endi bu bizga juda ham ko'p pul beradi. Buni reverse qilib olamizmi? Yo'q. Kuchaytirib olamizmi? Yo'q. Kuchaytirib bo'lmasa ekan. Bo'lmasa biz mana bu yerga kelamiz-da, mana bu yerdan. Mana buni kuchaytirib tashlaymiz demoqchi edim. Bo'ldi, kuchaytirib bo'ldik. 309 ba kerak. Mana bu yerga kelamiz. 240 millionligimiz bizga o'zi ularni taxlab qo'ygan bo'ladi. 15 ba berdi o'zi. Bu juda ham katta natija obunachilar biz uchun. Agar sizlarga katta natija bo'lmasa, agarda kim bu zonani o'ynagan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldirsin. Xo'sh, ana endi biz varagimizni kuchaytiramiz va uchamiz. Xo'sh, obunachilar, biz videoni shu joyda tugatishimizga to'g'ri keladi. Agarda video yoqqan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldirib, like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Unda hammaga xayr.